Assalomu alaykum. Videoni tomosha qilganingiz uchun chin dildan rahmat. Tikoda yurib yurganingizda vaqt o'tishi bilan turli xil nosozliklar paydo bo'la boshlaydi. Bu katta muammo bo'lmasligi mumkin, ammo ishlamasa, mashinani haydash ancha noqulay bo'lib qoladi. Oddiy tekshiruv usullarini sizlarga tushuntirib beraman. Ba'zi paytlarda Tiko avtomobilining ichki yoritgich chirog'i umuman ishlamay qoladi. Bunday holatda eshik pin kalitini tekshirib ko'ring. Ulagi qismi zanglagan bo'lishi yoki kontaktlari barqaror bo'lmasligi mumkin. Eshik tugmasi haydovchi eshigini ochganda B-pillar ustunining pastki qismida kichkina qilib o'rnatilgan bo'ladi. Ba'zan Tiko avtomobilining oynalari sekin harakatlanadi yoki umuman ishlamay qoladi. Oyna motorida nosozlik bo'lsa ham ishlamaydi. Lekin ko'pincha muammo oynani boshqarish tugmasidan ham kelib chiqadi. Tiko avtomobilidagi tugma to'g'ridan-to'g'ri ulanish turiga ega. Kalitdan foydalanish jarayonida elektr uchqunlari sababli mayda begona zarrachalar paydo bo'lib, bu kalit kontaktlarining ishlashiga xalaqit berishi mumkin. Kalitni ajratib olib, kontakt holatini tekshiramiz. Tekshiruv tugagach, yana joyiga o'rnatib test qilib ko'ramiz.